Qadimiy tabobat ilmi buyuk alloma Ibn Sino asarlarida ham masaj haqida alohida ta'kidlangan. U aytadi: to'g'ri bajarilgan masaj tanaga quvvat beradi, charchoqni ketkazadi va hayotiy kuchlarni uyg'otadi. Masaj nafaqat mushaklarni bo'shashtiruvchi usul, balki qon aylanishini yaxshilovchi, ruh va tana uyg'unligini tiklovchi qadimiy shifo yo'lidir. Bugun esa 33 yillik tajribaga ega uqalovchining qo'llaridan bu qadimiy ilm zamonaviy amaliyot bilan uyg'unlashib, sizga sog'lomlik va yengillik hadya etadi. 33 yil davomida insonlarning sog'lig'i va hayot sifatini yaxshilashga bag'ishlangan mehnat. Bu o'z ishining ustasi, tajribali uqalovchi Dilshodjon Mahmudov. Yuzlab mijozlar unga ishonch bildirishgan. Chunki masaj bu nafaqat charchoqni ketkazish, balki ruh va tanaga tinchlik olib kelish san'atidir. Tajribaga ishoning. Sizning sog'lig'ingiz ishonchli qo'llarda. Manzil: Dang'ara tumani Pishqaron qishlog'ida joylashgan Pahlavon sog'lomlashtirish markazi. Aloqa uchun 91 kodi bilan 736 28 72. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Pahlavon Xavonaga marhamat. Sizlarni kutaman.